Assalomu alaykum. Xorvatiyaga xush kelibsiz. Juda chiroyli joylar. Atrof muhit, aholi juda tinch aholi. Xo'sh, mana bunday joyda turibmiz. Asosiy ko'cha kirib kelish qismi. Garaj. Bu yoq ko'chaga ketgan, bu yoqlarda aholilar bor. Mana shunday joylar. Haqiqiy dam oladigan kurortni, sanatorniy joylar ekanda. Soat 4da uyqudan turganman. Tetikman-da. Shahar, qishloq juda tinch bu yerda. Shovqin yo'q, ortiqcha shovqin yo'q. Hozir sovuq havo, biroz sovuq. Ertalab sovuq bor baribir. Tong 6 bo'lyapti. Quyosh chiqdi-yu. Lekin sovuq. Mana bu biz turgan uy. Mana shu yerda turibmiz. Xorvatiya Zagreb qishloqroq joyi bu. Lekin havosi juda toza. Bu yerga kelish oson bo'lmadi. Yillab kutdik va natija berdi Xudo xolasa. 3 kundan keyin ish boshlanadi, ishga chiqamiz. Bunday joylar aylanish kam bo'ladi endi. O'tinlarni qarang. Tayyor o'tin. Yo'llar tekis. Qo'y, mol, chorvaga qiziqadiganlarga zo'r joy ekanda. Nega hali bironta qo'y mol ko'rmadi bu yerda? Osmonni musaffoligini qarang. Mana. Manzarani ko'ryapsizlarmi? Tog'larni qarang-da. Ulkan daraxt va o'simliklar bilan to'liq qoplangan. Mana bu yerda mashina ko'pda. Shu yerda mehmonxonaga o'xshagan joy bor menimcha. Bu eskiroq uy ekan. Menimcha odam yashasa kerak. Archani chiroyli qilib qo'ygan qarang. Devor qilib qo'yibdi archani. Mana bu yerda ham archa. Chegara, ham devor, ham manzara. Mana asfalt. Mana chiroyli qilib yamab ketsa bo'lar ekan-ku. Nima daraxt ekan. Qaytamiz. Ketaversak ketaveravergan.
Endi Rossiyani unutish kerak. To'g'ri, Rossiyada yaxshi pul topib ketganlar bor. Lekin ancha bardak bo'lib ketdi Rossiyalar. Yevropaga intilish kerak endi. Men o'zi bu yerga kelgim kelmay keldim. Lekin kelganimga afsuslanmayman. Bu yerda hamma narsa insoniyat xohlaganidek-da deyarli. Hamma narsa joy-joyida, muammo yo'q. Ish, dam olish. Ish vaqti belgilangan. Nagruska yo'q. Endi ishlash jarayonida ko'ramiz. Yana bitta chiroyli narsalarni ko'rsataman-da hozir. O'zimda bor edi. Ha? Trendga chiqib ketasiz u vaqt. İyi. Mashhur bloger bo'lib ketaman-ku hali. Mana uylari, aholining yashash sharoiti derazadan qarab turibdi. Gullarga juda qiziqar ekan bu yerda. Mana uyga men havasim ketdi. Juda chiroyli qurilgan ekan. Garaj, skameyka, musor turadigan joyda qarang. Qanday chiroyli qilib qo'yibdi. Cho'ziladimi yana? Ha. Mana bu yerdan pastki hovliga tushsa bo'ladi. Yangam bu. Biz ilk kişimiz, şehrimiz var. Şirin askisi yo'q. Mana avtomashinalar turar joyi. Endi mana bu uyni tomosha qilsak bo'ladi-da. Ya, tomosha qilmayman. Ya. Turizm shahar-ku. Gullarga qiziqar ekan, juda. Chiroyli gul ekib qo'yibdi uylar orqasiga, tuvakchalarga. Rishotkalarga e'tibor bering. Gullarni qarang. Hovliga qanday chiroyli qilib qo'yibdi. Mana barchani qarang. Mana agorachasini chiroyli qilib qo'yibdi. Mana balkondagi gulni qarang. Qanday chiroyli. Chiroyli devorcha qilib qo'yibdi. Mana gullar. Aholi tinch, juda tinch. Mana bu yerda qarang. Mana. Tozalik juda yaxshi bu yerda. Hamma narsa akkuratmi. Xuddi boyagi kitoblardagidek-da. Hayot kechirish tarzi ham, yashash tarzi ham, tabiatga bo'lgan muomalasi ham mana yerda adashmasam bu uzum bo'lsa kerak. Uzum ekan, uzum qilib qo'yibdi, qiziqar ekan bog'dorchilikka ham. Mana. Ishda skameyka qilib qo'yib turadi. Xohlagan payt chiqib o'tiradi o'sha yerga. Hamma narsa o'ta did bilan-da. Haqiqiy Yevropaga mos sharoit bu yerda. Bekorga hamma Yevropaga intilmaydi-ku. Bir gapi bor uchun intiladi. Zo'r. O'zingizga muammoga tiqmasangiz, sizni bu yerda hech kim muammoga tiqmaydi. Bu yerga keldingizmi o'sha Yevropani qonun qoidasiga rioya qilib yashang, bo'ldi, tamom. Sizga hech kim hech narsa deymaydi. Qayerda bo'lsangiz ham shuda. Детский площадка.
o'zini farzandlari uchun yaratgan kemami, paraxodmi, rullari ham bor ekan. Bu biron tashkilotmi yo bog'chami bilmadim nimaligini. Ya o'zini uyimi? Mashinalar ko'p, parkovka bor. Mana bu gulni qarang. Nima gul ekan bu? Bilganlar kommentga yozsin. Mana. Bironta musor yo'qda. Ya, bosim 9-10%. Yo'q hech narsa. Hamma toza. Mana u yerda ham plashatka bor. Mana o'rmonlari, tog'lari. Mashina qatnovi juda kam bu yerda. Bitta mashina ko'ramiz. Eski uy bor ekan. Menimcha foydalanmaydi. O'tin taxlab qo'ysa kerak. Musorni yaxshi, musorni o'shaga tashlash kerak. Tramvay. Zamonaviy. Bir garodcha, shaharcha, kichik. Zagrebga yaqin joyda Dolji ko'chalari. Konzum magazini bor yerda. Hozir shu magazinga borib choy olishimiz kerak. Choyimiz yo'q. Quruq choy. Mashinalar qatnovi boshlandi. Sal sovuq ekan, qo'lim qaltirab ketyapti. Xo'sh, tomonga ketyapmiz. Nimadir bir narsa bormi deb o'ylab ko'rdik o'zimizcha. Shu daraxtlar ostiga bormoqchimiz. Agar bora olsak, imkoniyati bo'lsa. Sport maydonchasi, bolalar o'yin gohi. Mashinalar burilishini qarang. Juda akkuratli. O'zini yo'lidan keng to'g'ri burilyapti. Mini stadion. Bu yerda plashatka bor ekan. Yo'qmi, ruxsat bormi yo'qmi? Yo'l yo'q. Bilmadim. Yolg'iz oyoq yo'l bor-ku. Ha? Ha, yolg'iz oyoq yo'l bor. Nima qilasiz? Shu yerga bormoqchi edik, bormadik. Balki ruxsat olish kerakdir. Musorovoz keldi, musorlarni olib ketish uchun. Xuddi o'zimizdagidek. Aha, qarangchi. O'sha olmoqchi edik. Magazin ochilgan yo'q hali. Daraxt chiroyli. Konzum. Juda katta gipermarket ekan. Yosh qaytib xarob qolyapti. Xullas, Xorvatiyaga kelish kerak. Faqat ishlash uchun emas, endi masalan puli bor odamlar bo'lsa, kelib sayohat qilib
dam olib ketadigan joy. 10 kun, 15 kunga emas, 1 oyga kelish kerak kamida. Shu yerda videoni to'xtatamiz, keyingi qismlar yana davom etib qoladi.